16 fevral kuni Jizzax shahridagi Jizzax shahar kiber arenasida sportning aralash jang san'atlari MMA bo'yicha kattalar, erkaklar va ayollar o'rtasida o'tkazilgan viloyat chempionati hudud sport hayotidagi muhim voqealardan biri bo'ldi. Mazkur musobaqa nafaqat g'oliblarni aniqlash, balki sportchilar mahoratini oshirish, ularni katta maydonlarga tayyorlash va yangi iste'dodlarni saralab olishda muhim bosqich vazifasini o'tadi. Aralash jang san'atlari bugun jahonda shiddatli sport turlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Unda jismoniy kuch va chidamlilik bilan bir qatorda texnika, taktika, ruhiy barqarorlik va tezkor fikrlash hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bois bunday chempionatlar sportchilar uchun haqiqiy sinov maktabi hisoblanadi. Mazkur sport tadbiri ochilishida so'zga chiqqan Jizzax viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi viloyat bo'limi raisi general-mayor G'ayrat Qodirov ishtirokchilarga omad tilab, bellashuv ommaviy sportni rivojlantirishga qaratilgan islohotlarning amaliy ifodasi ekanligini ta'kidladi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-oktyabrdagi ommaviy sportni yanada rivojlantirish to'g'risidagi qarori, jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonun hamda sog'lom avlod uchun dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida tashkil etildi. Bellashuvlar O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasining amaldagi qoidalari asosida yuqori saviyada hakamlik tizimi orqali o'tkazildi. Bu esa musobaqaning shaffofligi va adolatliligini ta'minladi. Chempionatda viloyat aralash jang san'ati tarkibiga kiruvchi sport klublari, jamiyat va tashkilotlar jamoalari ishtirok etdi. 18 yoshdan yuqori bo'lgan erkak sportchilar 52.2 kg dan 97 kg dan og'ir vazngacha bo'lgan 12 ta vazn toifasida, ayollar esa 47.6 kg dan 79.4 kg gacha bo'lgan 8 ta vazn toifasida kuch sinashdi. Har bir bellashuv keskin va murosasiz kechdi. Sportchilar nafaqat jismoniy ustunlik, balki texnik va taktik yondashuv borasida ham puxta tayyorgarlik ko'rganini namoyon etdi. Ta'kidlangandek, viloyat miqyosidagi bunday musobaqalar respublika chempionatlari va xalqaro turnirlar uchun mustahkam zaxira yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan shu bosqichda iqtidorli sportchilar saralanadi, ularning kamchilik va yutuqlari tahlil qilinadi, kelgusi rejalar ishlab chiqiladi. So'nggi yillarda mamlakatimizda aralash jang san'atlarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hududlarda zamonaviy sport zallari tashkil etilib, jihozlar yangilanyapti. Murabbiylar malakasini oshirish tizimi takomillashtirilmoqda. Yoshlar va xotin-qizlarni sportga keng jalb etish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish orqali sog'lom turmush tarzi qaror toptirilmoqda. Jizzax viloyatida ham bu borada amaliy ishlar izchil davom etmoqda. Chempionatning yuqori saviyada tashkil etilgani ham hududda sport infratuzilmasi mustahkamlanib borayotganidan dalolatdir. Musobaqa yakunlariga ko'ra har bir vazn toifasida zafar quchgan sportchilarga viloyat Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, viloyat hokimligi hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar rahbarlari tomonidan tantanali ravishda medal, diplom va esdalik sovg'alari, shuningdek pul mukofotlari topshirildi. Biroq bu yutuqlar ular uchun faqat boshlanish ekani shubhasiz, chunki har bir g'alaba yanada yuksak marralar sari tashlangan qadamdir. Muhimi, sport orqali tarbiyalanayotgan yoshlar bu kelajak tayanchi, iroda, intizom va g'alabaga intilish ruhi bilan kamol topayotgan avlod mamlakatimiz sport sharafini yanada yuksaltirishiga ishonchimiz komil.